İnsaniyat tarixidagi nodir va yorqin hodisalardan biri bu Tuva vodiysida inson bolasi Alloh bilan to'g'ridan to'g'ri vositasiz gaplashishidir. Ushbu so'zlashuvni eng batafsil bayoni Toha surasida kelgan. Bas, u olovga kelganida nido qilindi. Ey Musa, albatta men o'zim sening Robbingdirman. Kavushlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuva vodiysidasan. Assalomu alaykum. Tarix ko'rgan mo'jizalar. Risolamiz davom etadi. Ramazonning 20-kunida ajab tovur mo'jiza haqida hikoya qilamiz. Keling, voqeani sal avvaldan boshlasak. Ma'lumingizki, Musa alayhissalom Bani Isroillik bir kishini tarafini olaman deb bexosdan Misrlik Qibti Firavunning odamlaridan birini o'ldirib qo'yadi. Shu sababdan Hazrati Musa Misrdan Madian tarafga qochib ketadi. Madianda bir solih bandaning uyida mehmon bo'lib, u yerda 8 yoki 10 yil yashaydi. Buncha uzoq vaqt qolib ketishining sababi quyidagicha. U zot yo'lda yurib borarkan, Madiyanga kirishda qo'y boqib turgan 2 qizga duch keladi. Bu qizlar shaharga kirishdagi quduqdan hayvonlarni sug'orish uchun navbat kutishardi. Musa alayhissalom ozroq ularni kuzatib turdi. Odamlar kelib suv olib sug'orardilar, ammo bu 2 qizga birov yordam beray demasdi. Hazrati Musa qalbi yumshoq, mehribon kishi edi. Ularga rahmi kelib, yerga qarab ularning oldiga bordi va yuzini teskari qaratgan holda qizlardan so'radi: "Nega siz sug'ormayapsiz?" Ular shunda: "Biz odamlar sug'orib olishini kutyapmiz. Ularning erkaklari bor, ular kuchli. Biz zaifalar ulardan avval sug'orishga yo'l bo'lsin. Ustiga usti bu quduqning qopqog'i juda og'ir, uni biz ocha olmaymiz", deb javob berdi. Hazrati Musa yana ulardan: "Uyingizdan biror erkak kishi yo'qmi?" deb so'radi. "Bor, keksayib qolgan otamiz bor. U bu ishlarga yaramaydi", deb aytishdi. Musa alayhissalom shunda ularga yordam berib, 5-6 kishi ko'tarishi mumkin bo'lgan quduq qopqog'ini bir o'zi ochdi va suv olib sug'orib berdi. Keyin qizlar uyga qaytib ketdilar. Qizlari belgilangan, kutilgan vaqtdan erta kelganini ko'rgan otasi hayron bo'lib ulardan sababini so'radi. Qizlar bo'lgan voqeani aytib berishdi. Shunda bu solih kishi Hazrati Musoni chaqirib kelishni, uni mehmon qilib minnatdorchilik bildirish kerakligini aytdi. Qizlarning biri u zotni uyga boshlab keldi. Chunki Hazrati Musa Madiyanda birovni tanimasdi. Borar joyi ham yo'q edi. Qayerga borishini bilmay turgan bir holatda qizlarning biri kelib otasi chaqirayotganini aytdi. Hazrati Musa oldiga o'tib yo'lga tushdilar. Mana shunda u qiz oldida ketib borayotgan odam oddiy odam emasligini payqadi. Chunki yo'l bo'yi qizga umuman qaramadi va biron so'z gapirmadi. Hazrati Musa uyga yetib keldi. Oqsoqol bilan ko'rishib, bo'lib o'tgan ishlar haqida gaplashdilar. Oqsoqol ham bu yigit o'zgacha ekanini, Madiyandagi yigitlardan tubdan farq qilishini bilib, uni oldida olib qolish haqida o'ylab qoldi. Shu payt qizlaridan biri hayo bilan, odobni saqlagan holda otasiga kelib dedi: "Otajon, men ham siz o'ylab turgan narsani o'ylab qoldim. Uni xizmat uchun ijaraga olib qolaylik. Bu odamda bizga kerak 2 ta sifat bor ekan. Birinchisi, u juda kuchli. 5-6 kishi zo'rg'a ochadigan quduqni u bir o'zi ochib yubordi. Ikkinchisi, unda omonatdorlik bor ekan. U yo'l qo'yib menga qiyo ham boqmadi, gapirmadi ham", dedi. Shu 2 qizdan boshqa merosxo'ri yo'q oqsoqol yaxshilab o'ylab ko'rib, Musa alayhissalomga taklif bildirdi. "Agar bizga 8 yil xizmat qilib bersang, mol-mulkimni senga qoldiraman. Yana evaziga 2 qizimdan birini senga nikohlab beraman. Agar 10 yil xizmat qilib bersang, bu sendan bizga yordam, fazl bo'lardi", dedi. Hazrati Musa o'ylab qoldi. Bir tarafdan sal noqulay taklif, ikkinchi tarafdan boshqa boradigan joyi ham yo'qdi. U zot rozi bo'ldi. "Mayli, 8 yil xizmat qilib beraman, keyin meni boshqa majburlamaslik sharti bilan", dedi. Solih kishi shunda: "Yo'q, senga zinhor yomonlikni istamayman. Bu kelishuvimizga Alloh vakildir", dedi. Shunday qilib Hazrati Musa alayhissalom Madiyanda yashab qoldi. Shu yerda tarixchi olimlarimiz 2 tarafga bo'linadi. Bu solih banda kim edi? Birinchi taraf, u kishi Madiyanga yuborilgan payg'ambar Shuayb alayhissalom edi. Hazrati Musa alayhissalom Shuayb alayhissalomga kuyov bo'lgan desalar, ikkinchi taraf yo'q. U oddiy bir solih kishi edi, payg'ambar emas deydilar. 2 tarafning ham quvvatli dalillari bor. Birinchi taraf shunday deydi: Qur'on oyatlariga binoan Madiyanga Shuayb alayhissalom payg'ambar qilib yuborilgan. U kishi uzoq umr ko'rgan bo'lib, 245 yildan ortiq yashagan. Hazrati Musa esa 120 yil yashagan. Yosh yigit chog'ida u yerga kelganida Shuayb alayhissalom qarib qolgan edi va Musa aynan Shuayb alayhissalom bilan ko'rishgan va qiziga uylangan dedilar. Endi ikkinchi taraf aytadi: "Yo'q, u payg'ambar Shuayb alayhissalom emas. U zot Musa alayhissalomdan 300 yil avval Madiyanga yuborilgan.
Orada vaqt tafovuti juda katta. U Shuayb alayhissalomning shogirdlaridan biri bo'lgan va yana ulug' payg'ambarning qizlari yordamsiz tashlab qo'yilishi mumkin emas. Har bir payg'ambarning ashablari bo'lgan. Ular payg'ambarning qizlarini ishlatib qo'ymagan bo'lardi deyshadi. Yana Alloh biluvchidir. Xullas, shu tariqa 8 yil o'tdi. Musa alayhissalom uylandi, oqsoqolni rozi qildi va duosini ham oldi. Endi vatanga qaytish vaqti keldi. U kishi ayoli bilan yo'lga otlandi. Misr sari yo'lda ketisar ekan, o'sha tun juda qorong'u bo'lib, sovuq tushib ketdi. Hazrati Musa yo'lni ko'rish va isinish uchun olov izlay boshladi. Shu payt uzoqdan olovga o'xshagan yorug'lik ko'rinib qoldi. Hazrati Musa ayoliga, "Shu yerda turib turing. Men olov topgandekman. Undan bir bo'lak olib kelaman" deya olov ko'ringan makonga cho'g' olish yoki yo'l bilish uchun bordi. O'zlari bilmagan holda istaganlardan ko'ra yaxshiroq, kattaroq narsani topdi. Tarix ko'rgan ulkan mo'jizalarning biri yuz berdi. U zot olovga yaqinlashib kelganida yorug'lik tarafidan Alloh taolo nido qila boshladi. "Ey Musa, albatta men o'zim sening Robbingdirman. Kavushlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan." Alloh Musa alayhissalomga farishta yubormay, bevosita o'zi nido qildi. "Men sening Robbingdirman" deb ochiq-oydin aytdi. Shuning uchun ham Musa alayhissalomning Kalimulloh, Alloh bilan gaplashgan degan laqabi bor. Kavushlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan. Ya'ni sen ushbu muqaddas joyda turib, Robbul alamin bilan gaplashasan. Shuning uchun pok bo'lib, turli yerlarni bosib kelgan oyoq kiyimlaringni yechib, tayyorlanib tur dedi. Men seni ixtiyor qilib oldim. Vahiy qilinadigan narsaga quloq os. Men seni payg'ambarlikka tanlab oldim. Hozir senga o'sha payg'ambarlik vazifalaringni vahiy orqali yuboraman. Vahiyga quloq sol. Bu dunyoda ibodatga sazovor birdan bir zot men o'zimman. Mendan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Bas, shunday bo'lganidan keyin menga ibodat qil. Ibodatlaringning eng mukammali bo'lmish namozni ham meni zikr etish uchun to'kis ado et dedi. Sovuq tunda olovdan cho'g'olish yoki birortasidan yo'l so'rash maqsadida kelgan Musa alayhissalom to'satdan ilohiy nidoni tinglab g'alati holga tushib qolgan edilar. Axir borliqning yaratuvchisi bilan so'zlashyapti. Odam bolasi uchun bundan katta baxt bormi? Hazrati Musa alayhissalom bu so'zlashish tugab qolmasin deb qo'llaridagi narsa nima ekani so'ralgandan keyin atayin gapni cho'zdi. Alloh bilan iloji boricha ko'proq gaplashishga harakat qila boshladi. Shuning uchun ham oyatning davomida Alloh u zotdan qo'lingdagi nima degan savolga shunchaki asoyim deb qo'ymasdan unga suyanaman. U bilan qo'ylarimga barg qoqib beraman va unda mening boshqa ishlarim bor deb cho'zib javob qildilar. Mana shu yerda Musa alayhissalomga payg'ambarlik alomati sifatida asoning ilonga aylanishi, qo'lini qo'ltig'iga solib chiqarganda u oppoq holda ko'rinishi kabi ulkan mo'jizalar berildi. Alloh tomonidan o'ziga o'ta mas'uliyatli vazifa yuklatilganini chuqur his etgan Musa alayhissalom bu ilohiy amrni qabul etdi. Fir'avnning oldiga borishlaridan oldin har narsaga qodir Allohdan o'zlarining mashaqqatli ishlarida zarur bo'ladigan yordamlarni birato'la so'rab oldi. Bu yo'lda ukasi Horunni sherik qilib berishni ham so'radi. Musa alayhissalom tilaklarini tugatishi bilan u zot, "Ey Musa, senga so'raganing berildi" deya vahiy qilindi. Ya'ni Alloh azza va jalla bir og'iz gap bilan hal qilib qo'ydi. Nimani so'ragan bo'lsalar berdi. Mana shu yerda Allohning Musa alayhissalomning onasiga bergan ikkinchi va'da va biz uni payg'ambarlardan qilurmiz degan va'dasi amalga oshdi. "Ey Musa, albatta men o'zim sening Robbingdirman. Kavushlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan." Mana shu so'zlar barchamizga tegishli. Masjidlar, madrasalar, xossatan Makka Madinadagi 2 haram ham muqaddas hisoblanadi. U yerlarga qadam qo'yganingizda o'zingizni poklang. Oyoq kiyimlaringizni yechib kiring, chunki siz muqaddas yerlarga kiryapsiz. Makka Madinaga borib popiris chekadiganlarga esa gapimiz yo'q. Bu odamlar bugun Allohning baytiga shunday behurmat bilan kirib boryaptimi? Qiyomat kunida Alloh ham ularning o'zlariga yarasha muomalada kutib olishini yodda tutsinlar. Tarix ko'rgan mo'jizalar. Salomat bo'ling.